boya o'zingiz ham jal bezayotganingizda ertasi joyga borsam polip deydi, bir joyga borsam polip yo'q deydi. Notservikalniy kanalda polip bor, balkim ko'rib na glas shuni aytgan bo'lishi mumkin. Mana biz ko'z bilan ko'rmaymiz, faqat Doppler rejimida. Agar juda razmeri katta bo'lsa, unda o'sha uzida, обычный uzida ham ko'rinib qolishi mumkin. Xo'p, miyoma qo'limga ilingani yo'q, matka katta, endometriozga bu matka ozgina kattaroq. Xo'p, undan tashqari bu yerda yana bitta holat bor. Tuxumdor normada 3 sm bo'lishi kerak. Bu holatda qo'limizga ilinmaydi. 3 sm-dan kattalashsa qo'limiz sezishni boshlaydi. Bu yerda yana bitta holat, follikulalar ko'pligiga ham podozrение bor. Shuning uchun siklda narushение bo'layotgan bo'lishi mumkin. 5-7 ta shundan oshmaslik kerak. O'shaning ichidan ham bitta kattasi yetilib, menstruatsiyani 14-kuniga borib yoriladi. 3 kun kutadi, spermatozoid kelib urug'lantirishini, qo'shilib orqaga qaytib kelib yopishsa, shu narsa homiladorlik deyiladi. Bizni buyrak usti bezimizdan bitta